i60 oq rangli gibridini eng fullni qidirgan akalarimizga, bundan tashqari mana bunaqangi top opsiyali, ya'ni proyektorli bo'lganidan qidirilgan akalarimizga oxirgi mashinamiz qoldi. Oqqa kofe rang. Bilasizlar, oq qorasi juda ham ko'p chiqqan, oq kofesi juda ham kam. Ko'rishimiz mumkin. Eng fullidan akalar, ushbu mashinamiz 26-yil, mana ko'rishingiz mumkin, 19 diskada. Yili ham 26, yilni ham ko'rsatib qo'yaman mana. 26-02-oy. Akalar, zaradni qilib beriladi, rus tili qilib beriladi, poli qo'shib beriladi. Ushbu mashinamiz eng fullida. Mashinamizning narxi 24600 ga berib yuborilyapti. Ulgurib qolinglar, faqatgina bir dona qoldi akalar. Ushbu mashinani sotib olamiz. Pastda raqamlar qoldiraman, pastda raqamlarga aloqaga chiqib bemalol ushbu mashina haqida so'rashingiz mumkin.